Salom do'stlar, men bugun sizlarga Minecraftga uy modini qo'shishni o'rgataman. Buning uchun biz Play Market ilovasiga kirib olamiz. Bu yerdan qidiruvga kirib, buildings for Minecraft deb yozamiz. Mana ko'ryapsizlar, buildings for Minecraft. Qidiramiz. O'zi qidirganimizda birinchisi turadi. Shuni ustiga bosamiz va uni o'rnatib olamiz. Keyin o'rnatib olganimizdan keyin uni ochamiz. Keyin ko'ryapsizlar do'stlar, million xil modlar bor bu yerda, million xil. Ko'ryapsizlar, shularni bittasini o'rnatsanglar bo'ladi do'stlar. Mana sizlarga hozir o'rnatib ko'rsataman. Mana. O'rnatishni bosasizlar, keyin Create World turadi. Dunyo ochish do'stlar. Keyin Create Worldga bosasizlar. Tekis yoki infinite so'raydi. Sizlar flatni bosasizlar. Keyin mana dunyo yaratildi bitta. Birinchisida bo'ladi mana. Birinchisida do'stlar, birinchisida turadi. Shuni ustiga bir marta bosasizlar. Mana qo'yasizlar deydi do'stlar o'zi. Mana joylashtiramiz hozir mana. Do'stlar joylashtiramiz. Ichcha teparoq. Mana do'stlar, keyin mana qani bosasizlar mana. Nima edi? Ana yashil pitichkani bosasizlar. Bosganlardan keyin mana eksport qiladi. Xo'p do'stlar, mana biz birinchisini bosamiz. Export World to Minecraft bosamiz. Birinchisini siyoh rangdagini bosamiz. Keyin bu yerda turli xil anaqalar chiqadi, ilovalar. Lekin bizga ular kerak emas. Biz Minecraftni bosamiz. Minecraftga kiryapti. Hop, Minecraftga kirib oladi hozir. Hop, mana kirdik. Bu dunyolarning birinchisida turadi mana. Kreativ rejimida bo'lasizlar sizlar, survival bo'lmaydi. Kreativ bo'ladi, birinchisida paydo bo'ladi do'stlar, birinchisida. Shunga bosasizlar. Keyin do'stlar, like va podpiska sizlarda chiqmasin, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi safar men sizlarga nimani o'rgatay, mod qo'yishdimi yoki boshqa narsami, uni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p do'stlar, kirib olsin. Sabr qilib turasizlar do'stlar endi. Xo'p, mana kirdik do'stlar, qaranglar. Mana. Mana do'stlar, ko'rganingizdek. Xo'p, mana do'stlar, chotki uy do'stlar mana. Sizlar ham o'rnatib buni yuklab olinglar. Mana do'stlar, chotki mana bu yerda anaqasi bor ekan. Mana do'stlar, tushib ketdim xullas. Mana do'stlar, metga chiqib olamiz. Mana do'stlar. Ko'rganingizdek zo'r, chotki, yaxshi do'stlar. Sizlar ham bemalol bu uy quradigan modni o'rnatib olib, maza qilib o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. Mana chotki. Bo'lmasam, xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar, hammalarga omad.